Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Xursandbek. Ko'pdan beri video qilmadik. Xudo xolasa sizlarga bir pilotirgan ishimni ko'rsatib beraman. Hozir GCB'da Gusenishni ekskavator undan ham ishlab biladi spokойный. Meni fikrim bo'yicha hozir sizlarga shuni ko'rsataman. Yo'l zatkotimi? Qaranglar, hozir arkasi bilan teslab yo'tirman buni. Elde bilan teslab bo'lmaydi. Bu yerda armatura simlar ko'p. Qaranglar. Sim opasniy. Kontrol etgan vaqtda arkasi bilan kontrol etish kerak buni. Вообще болотное место. Yağmur yağmasdan elde karit etib chiqdim buni, karit etib. Qaranglar. Shu yerga qazib mesela 5 metr. Do'stlar, qaranglar, birinchi shu etib karit yasab olasizlar. Men ko'pchilik biladi, meni oldindan kuzatadiganlar. Yo'l idorasida ishlaganman 7 yil. Qanday qilib yo'l qilish kerak? Men spokойный bu ishni 7 yil qilganman-da, spokойный qilaman bu ishni. Yo'l bo'yicha lekin. Keyin ham videoda aytganman, Gusenishni ekskavator undan ishlaydi deb, yo'q, ozgina xatochilik bo'lgan joyda har bir texnika o'zine yarasha funksiyasi bor. Endi GCB'da opitni bo'ladigan bo'lsangizlar, yo'l ham qilsa bo'ladi. Bolotное место bir желательно beri Gusenishni ekskavator kerak edi. Lekin senasini kelishganlarimiz uchun nagruzka bo'lsam texnikaga ishlab shu yo'lni uzatib berdik. Ko'rib turibsizlar rezultatini. Xudo xolasa bu yo'l davom etib turibdi. Men oxirida kroshka yayib yo'lni cho'tki ishga tushirgandan keyin yana bir video ko'rsataman sizlarga. Mana shu yergacha qildim. Dalshi yo'q bolota. Keyin mana bu uydan kanalizatsiyasini, atxotini hammasini shu yerga yuborganda, shu yerda вообще bolota bo'lib qolgan. Mana suvlar shu yerda turibdi mana. Mana shu yo'lgacha qildim-da, bu yoqdan kelib qilmoqchi edim. Bu yoqdan ham ozgina miyaqki, traktor kelsa chiqa oladimi, yo'qmi bilmadim lekin. Buni bitta varianti bor. Bo'y bilan kelib turib o'tib ketsa bo'ladi. Bo'y ustidan yurib. Yana varianti bilmadim endi. Lekin men уже qila olmayman dalshi. Gusenishni ekskavator bo'lsa qilsa bo'ladi. Zakazga men Gusenishni ekskavator kerak deb aytgandim. Keyin bu tarafda aylanib bordimda, orqasi bilan, oldi bilan emas, orqasi bilan mana shunaqa karet yasab chiqdik. Keyin sekin boshladik. Bo'y olib keldi, bo'y ustidan orqasi bilan tekislab kelaverdik. Hozir rezultatni ko'rasizlar, cho'tki bo'lgan, ustida traktor spokойный yuryapti. Bunday joyda do'stlar kamida 80 sm ko'mib chiqish kerak. 1 metr 80 sm ko'mmasangizlar, ertaga yomg'irdan keyin bu mashina yura olmaydi. Qazib chiqdim, orqasi bilan atdim men shuni. Yana karet etib chiqdim. Shuni ichine tashakka o'tirman. Bu ham karet etib chiqdim, bu ham pastroq ekan. Keyin o'zini surib tashladim buni. Keyin undan keyin bir hafta yomg'ir yog'di. Yomg'irdan keyin bu yerga umuman girib bo'lmaydi. Endi ustundagi o'tirman spokойный. Shu ustunda teslakka o'tirman. GCB'ning yana bir funksiyasi. Gusenishni ekskavator ishlashi mumkin bu yerda. Kolesni ekskavator ishlashi mumkin. Lekin GCB'da ham etsa bo'ladi shu ishlari. Yo'l uzatishi. Har bir texnikaning o'ziga yarasha funksiyalari bor. Kimdir masalan yo'l uzatib bilasizmi GCB'da desa, bo'linmada joy bo'ladigan bo'lsa, bemalol yo'l uzatib bilaman desalar, ana kolishkani ko'rib turibsizlar, ana kolishka qilgan. Mana shu kolishka qilgan. Shu kolishka shundan kelaverasizlar. Kareta yasab olasizlar, birinchi kareta yasab turib, chetib yo'lni teslab kelaverasizlar.
Bu yerda rasmlarni qo'yib beraman do'stlar. WhatsApp necha holat edi, hozir necha holat bo'ldi. Bunaqa ishlar qilib turibmiz. Qo'ldan kelgancha videorolik qilib sizlarga ko'rsatish niyatim bor edi. Mana ko'rsatdim. Xudo xolasa yana bir ikki videolar sinmatib qo'yibman. Endi hozir format to'ka GCB ni remont etilgan ili budushi sizlar texnikalarni buzilsa nishatish kerak, shular haqida ko'p video chiqaracakman. Hem o'zimga istalik video bo'ladi, ham ko'p foydali bo'ladi. Masalan, GCB ni bir 40% yerini men o'zim remont etganman. Shuni sizlarga ko'rsatib boraman, xudo xolasa. Keyin ham ko'pchilik hozir WhatsAppda yozib turibdi mana, что texnikalar prava haqida. Hozir do'stlar, prava iloji yo'q. Shuning uchun kutib turasizlar. Yangilik bo'lsa aytaman. Ata hozircha yangilik yo'q do'stlar. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar, xudo xolasa videolarga kutinglar.